Uyda eskirib qolgan tvarogingiz bo'lsa, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga shirin va yumshoq bulchka qilishni o'rgataman. Faqat sizdan bitta layk. Avval ishimizni opara qilib olishdan boshlaymiz. Sut, droji, shakari aralashtirib, iliq joyiga olib qo'yamiz. Oparamiz tayyor bo'lgandan keyin yumshoq xamir qilishni boshlaymiz. Oparaga yana shakar, tuxum qo'shib aralashtiramiz va oz-ozdan un qo'shishni boshlaymiz. Va xamirimiz chala bo'lgandan keyin yog' qo'shamiz. Yog'ini yaxshilab yedirib, xamirimizni tayyorlaymiz. Xamirimizni tayyor qilib bo'lgandan keyin ustini yopib, iliq joyiga oshishi uchun qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni bo'laklarga bo'lamiz va listga taxlab, yana tindiramiz. Tingunicha nachinkasini tayyorlaymiz. Manda tvorog, sgushonka va smetana hammasini bitta qilib qo'shib, qo'l blenderi orqali yaxshilab ezamiz. Undan keyin ustiga kuroshkasini tayyorlaymiz. Un, shakar va sariyog'ni yaxshilab aralashtiramiz va kuroshkamiz tayyor bo'ladi va kuroshkamizni chetga olib turib, xamirimizni yog'langan stakan bilan forma berib chiqamiz. Tvorogli massani qo'shib solamiz, ustiga tuxum suramiz. Keyin kuroshkamizni sepamiz va bulchkamizni 180 gradusga pechga jo'natamiz. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan juda xursandman. Menga obuna bo'lishni unutmang.